alaykum barchaga. Shovqinga e'tibor bermaysizlar. 30 lik minusavoy motorimizni ishlatib oldi. Hozirchalikka -20, -25 ga qo'yib qo'yganmiz tekshirish uchun. Xonamiz ichkaridagi turbo. Qor budaydi, qor. Hop, bedan shokka qilamiz. Shokoy zamorozka bu, muzlatamiz. Va mana bu kameralarga bitta joylanadi. Qo'llarga e'tibor bermaysizlar, bu mehnatkash qo'llarda. Ishga o'tib. Hop, bu joylarga penopoliuretan sepilgan. Hop, turbo montaj bo'lib ketdi mana. Kompressorning xona endi bu taraf bo'lib turib, u tarafi ochib yuboriladi. Bu taraf ochiq qolaveradi, oldi tarafini ochib yuboramiz. Bu yerdagi havoni olib chiqib tashlash uchun, salqin joyda turish uchun. Uchta boksimiz bor. Har bitta boksga 5 lik minusavoy kompressorlar qo'yib berilgan. Bular pol germetishni. Hozir uchalasi ham ishlab turgan holati shu. Bu joy o'sha tovuq fermeniki. Namanganda o'zimiz uychidagi uychi broiler emas, boshqa umuman boshqa yangi, xudo xolisa, yangi Abrorbek degan ogamizniki. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu Shokoy zamorozkaga xonamiz. Shokoy zamorozka, bular xraneniyaga. Bu yerdan shokadan chiqib keladi, -30-35 gradus atrofida chiqib keladi и xolodilnik kameralarga qo'yamiz, bu yerda saqlanish uchun. И ofis prodajaga alohida yana xona qilganlar, o'shada sotiladi. Kompressorimiz ishladi, tepa tarafini ochib oladigan bo'ldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Jitka отделителlar, vibroshlankalar bilan. O'tli minusavoy. V-образный kondensator. İchkaridagi isparitelimiz turbo, уже -23 bo'ldi. 2 minut ichida. Aylanib kelguncha umumiy hisobda. Endi ichkariga kiray desam, shamoligim to'g'risi turib bo'lmayapti. Вообще temperaturasini hozir ko'rsatib o'taman. Termometrimiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.